Hamma yaxshi ko'rib kuzatadigan raspakovka chek. Sizlar bilan bugun Xitoydan kelgan tovarlarimni birgalikda raspakovka qilamiz. Hozir homilador bo'lganim uchun shunaqa o'tirib raspakovka video olaman. Bilasizlar, meni bu sohada 5 yillik tajribam bo'lsa, 5 yil ichida o'zimga hamma narsani zakaz qilib, sinab ko'rganman. Onlayn biznes ham ochganman, do'kon ham ochganman. Sizlar bilan shu narsalarni hozir raspakovka qilamiz. Birinchisi mana shunaqa aspirator, ya'ni bolachalar uchun burnini tozalaydigan aspirator. Rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa sifatli bo'lib kelgan. Ikkinchisi shunaqa pijama. Уже роддом sumkamga pijamalar yig'ishni boshlaganman. Sifati shunaqa zo'r kelgan, troyka pijama. Tepasi ishtoni va shortiga. Uchinchisi shunaqa домашний tapchika. Buni ham men rodom sumkamga solaman, chunki u yoqda menga baribir kerak bo'ladi. Mana shu tapchikani men 15 mingga oldim Xitoydan. Keyingi narsamni nimaligini hattoki o'zim ham tushunmadim boshida, keyin tushunib yetdim. Vipiska uchun bolachani olib chiqish uchun shunaqa narsacha nima deylardi, nomi esimga kelmayapti, lekin bu ham shunaqa sifatli bo'lib kelgan. Qaranglar, rasmda qanaqa bo'lsa, hayotda ham xuddi shunaqa sifat bilan kelgan. Endi arzon, sifatli narxda. Bilasizlar, bu sohada meni 5 yillik tajribam bo'lgani uchun ham men aynan zakaz pro kursimda, ya'ni chetdan zakaz qilish o'rgatib beradigan kursimda 7 ta davlatdan o'zini narxida zakaz qilishlarni noldan o'rgatib beraman. Agar siz ham chet davlatlardan shunaqa sifatli tovarlarni arzon narxda olmoqchi bo'lsanglar, kursimga yozilishingizni tavsiya qilaman. To'liq ma'lumot olish uchun albatta direktga, lichkaga yozishingizni tavsiya qilaman. Bu videoni birinchi qismi qizlar, chunki video juda ham uzunga cho'zilib ketadi. Videoning ikkinchi qismi ham bor. Ikkinchi qismini kuzatish uchun albatta menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ha, aytgancha, bu aynan komod uchun zakaz qilgan organizerim. Sifatini ko'rib turibsizlar, o'zimizda juda ham qimmatga ko'rganim uchun chetdan zakaz qilgandim. Videoning ikkinchi qismini chiqishini kutinglar. Paka-paka.